Assalomu alaykum, men Ergashboyeva Gulhayo, Fabellik kompaniyasining muvaffaqiyat zinapoyasi haqida. O'z barqaror biznesingizni yarating va muvaffaqiyatli va ishonchli tadbirkorlar jamiyatining bir qismi bo'ling. Bularning barchasi Fabellik bilan oson. Marketing rejasi bilan tanishing. Qayerdan boshlash kerak? Keling, O'zbekistondagi amaldagi marketing rejasi bilan bo'lishaman. Siz fabellik.com saytidan ro'yxatdan o'tdingiz va imtiyozli xaridorga aylandingiz. Bu 20% chegirmani bildiradi. Chegirma eng kamida 375 ming so'm bilan boshlanadi. Biznes imkoniyatlarini ko'proq bilish uchun biz doim duch keladigan 3 ta muhim atama bilan boshlaymiz. Birinchisi ball. Muvaffaqiyatingizni hisoblash uchun o'lchov birligi. Har sotib olgan mahsulotlar uchun ballar beriladi. Qancha ball ko'p bo'lsa, shuncha ko'p foydali takliflar va yanada ko'proq biznes imkoniyatlar beriladi. Ikkinchisi lichniy объем, ya'ni shaxsiy hajm. Bitta katalogning amal qilish muddati davomida shaxsan siz sotib olgan mahsulotlar hajmi. Shaxsiy hajm ball yoki so'mda hisoblanadi. Uchinchisi period, ya'ni davr. Har bitta katalogimiz 3 hafta davom etadi. Bu vaqt davomida maqsadlaringizga erishish uchun bir qator biznes ko'rsatkichlarini bajarish kifoya. Bir yilda 18 ta davr, bu sizni 18 marta ish haqqi kutayapti degani. Buyurtmalaringizdagi mahsulotlarga chegirmalaringizni 20% dan 26% ga ko'tarishingiz mumkin va katalog narxi o'rtasidagi farq bilan foyda olasiz. Buning uchun siz ushbu davr mobaynida kamida 50 ball shaxsiy hajmni to'ldirishingiz kerak va keyingi katalogda siz 26% chegirmani qo'lga kiritasiz. Yangi daromad darajasiga o'tish uchun siz jamoangizga ko'proq yangi odamlarni jalb qilishingiz va o'z tuzilmangizni rivojlantirishingiz kerak. Sizning keyingi qadamingiz o'z jamoangizni mustahkamlashdir. Siz kompaniyaga odamlarni taklif qilasiz, ularning ustozi bo'lasiz va birgalikda ishlashni boshlaysiz. Jamoangizda odamlar qancha ko'p bo'lsa va ular qancha ko'p fabellik mahsulotlarini xarid qilsa, oylik maoshingiz shunchalik ko'p bo'ladi, darajangiz ko'tariladi va imkoniyatlaringiz yanada oshadi. Yuqorida ko'rsatilgan marketing rejasi sizni bu omad zinapoyasidan ko'tarilishingiz uchun muhim ko'rsatkichlardir. Sizni shu zinapoyamizning yuqori qismlarida ko'rishni xohlayman.